Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi. Yaxshimisizlar? Charchashlar yo'qmi cho'tam? Bratlar, обновление bo'ldi. Hammanglar ko'rganinglardek. Men bugun ishdaman, shuning uchun ishda video tortyapman. Ozgina vaqtim bor, 20 minut xudo xolasa. Shunga qarab. Короче, akalar, mana yerda manaqa narsa paydo bo'libdi. Buni ko'rdinglar hammanglar menimcha. Buni olamiz albatta. Buni обычный shu match o'ynasak, matchga berar ekan. Yaxshi, lekin 3000 olmos, 1000 ta rang, yana 1000 ta jeton, 15 ta 19 o'yinchi, 2 ta 4 ta draft, 5 ta draft ekan o'pish. 17 dan 19 gacha bo'lgan o'yinchi, поборчик, побор jeton. Faqat sotib olsa ham bo'lar ekan bu yerdan. Сразу tak. Bu yerda mana Paris Saint-Germain, Real Madrid o'yinchilari keldi. Bularni ham ko'ramiz. Futbol centerda nima bo'lyapti? Futbol centerda mayta обновление bo'lgan bu yerda ham ko'rgan bo'lsanglar, men mana ikkita o'yinchini tanlab qo'ydim. Bular ko'ryapsizlar. Anaqa qo'shiladi. Urovini ko'tariladi. Haqiqiy o'yinda yutadigan bo'lsa, bular ko'tariladi va bularni keyin обмен qilsanglar bo'ladi. O'yinchilarni keyin nagradaga kelasizlar. Mana mayta обмен qilsanglar bo'ladi manaqaga. 12-chilarni 80ga, 13-chilarni 480 ga. Buni almashtirganlardan keyin bu yerda mana nagradalar olsanglar bo'ladi. Mayta 20 dan 22 ga bo'lgan o'yinchi. Juda ham ajoyib. Mashina olish kerak. Har hafta o'ynab turinglar. Albatta esdan chiqarmasdan. Keyin boshqa bu yoqda obnovleniyalar yo'q bo'lsa kerak. Vision Rivals o'ynaganim yo'q hech narsa. Nima bo'lgan? 24 ekan. Kecha kuni qo'yib qo'ydim. Bu pobedalar bo'libdi. Kecha kuni qo'yib qo'ydim. 30 da ham urib qo'yibmiz u. 5 ta o'yin o'ynab kecha o'chirib qo'yibman. Taktika akalar, shunga so'rayotganlar. Qaranglar, mana oxirgi 5 ta o'yin kecha qurum qo'yib qo'ydim. Parajinlarım bo'lgan. Lekin oxirgi 5 tasi to'q g'alaba bo'libdi. Turib o'qib ko'ringlar. Men o'ynamayapman hozir, mana akalar. Mana shu bu yog'i shu защита. Qo'yib ko'ringlar, balkim yoqar. Taktika qanaqa taktika edi desanglar, mana match taktika deydi. Shu taktika deydi 27 o'yinda. 28 uchun ikkita o'yinchi olishim kerak yana. Tak. No. Boshqa bir obnovleniya yo'q. Shu o'yinchilarni ko'rib beramiz, xudo xolasa sizlarga. O'yinchilarni ko'ramiz. Real Madriddan boshlaymiz. Gareth Bale onasini emsin. Gareth Bale. Sravnit qilamiz. Yangi Mbappe bilan sravnit qilib ko'raylikchi. Skorost 2 taga pas, udar 2 taga pas, paslarda 2 taga balatna va 1 taga balat ekan. Dribling pasroq, оборона, физподготовка. Lekin Bale babi tezroq bo'lsa kerak, sababi rapid. Oltin rapidda, Mbappe kumushda va pozitsiyasi 3 ta pozitsiya ekan akalar. Dahshat. LV, PV, forward. Universal o'yinchi. Buni iloji boricha olishga harakat qilish kerak. Raul chiqqan, Raul faqatgina forward. Скорость нормальный, удар нормальный, пас, дриблинг. Ну, такой. O'ynatsa bo'ladi. Tем более bombardier berilgan, точный udarlari bor. Bu o'yinchini ham olib, tushib qolsa ham o'ynatsanglar bo'ladi, olsanglar ham bo'ladi. Thibaut Courtois eng yomon ko'rgan varatarlarimdan bittasi, 2 metrlik gigant. Eng ko'p menimcha Van der Sardan ham ko'p menga ziyon keltirgan varatarlardan bittasi shu bo'ladi. Albatta bu tushib qolsa qo'ysanglar bo'ladi. Yana bitta fishka bor akalar. Masalan, kimdir sostavida Van der Sar bo'lsa, o'rniga Courtoisni sotasizlar, qo'yasizlar, chunki Courtois qimmat bo'lmaydi Renekda. Abmenga arzon bo'ladi, 3,5 ming shunaqa bo'ladi. Lekin Van der Sar 10 mingga ketadi. Van der Sarni sotib olib turib, buni qo'yib qo'yinglar, hech narsa yo'qotmaysizlar menimcha. Plus minus bir xil o'ynaydi. Menga tushib qolsa, men albatta Van der Sarni o'rniga qo'yib turib, Van der Sarni 10 mingga sotib o'raman. Shunda boshqa o'yinchi olgani. Brahim Diaz, Eder Militao, bular endi vaqtinchalik qo'yib tursanglar bo'ladi. Masalan, mana Sapga menimcha Brahim zo'r tushsa kerak. Bunda ham mana kumushlik Militaoda ham kumushlik yenot. Buni ham masalan danat qilmaydigan o'yinchilar yoki yaqinda boshlaganlar qo'yib o'ynasa bo'ladi, normalniy bo'ladi menimcha. Просто sal tezroq charchaydi bular, slabilashtirib qo'ygan. Dalshe PSG o'yinchilari pozitsiya CP, PP, COP 3 ta pozitsiyalar universal o'yinchi. Shu bo'y pastroq, atak, tiki taka bilan
yenot berilgan. Chopni menimcha zo'r o'ynab bersa kerak, bo'yi pastligiga qaramasdan. Udarlar lekin yo'q akalar, bu faqat чисто такой защитный o'yinchi. Так, игровой стили, talantlar. Mana, ujasi нападение низкое deyapti. Нападение uncha bormaydi, ko'proq защитада bo'ladi. Akrobatический вынос bor, podkat bor, дальний paslar bor. Zo'r topnik. Bo'y pas. Minusi shu. Marquinhosga keladigan bo'lsak, Marquinhosni cho'ta g'alati qilib qo'yishibdi. Dальний pas bilan yarimta yenot berilgan. Ikkinchi pozitsiyasi yo'q. Так. Разыгрывающий защитник qilgan qaranglar, защитida ham yaxshi tura olmaydi, чисто защитник ham emas. Menimcha buni endi vaqtinchalik qo'yib tursanglar bo'ladi, lekin yaxshi emas. Saffonov va Juli. Saffonov lekin bo'yi uzun buni ham. Bu ham masalan varatari yo'qlar 18, 19, 17 larda o'ynab yurganlar bor. Saffonov qo'ysanglar bo'ladi. Saffonov o'zini ham yaxshi ko'rsatgan, tem bo'li. Nimasini ham ko'ryapsizlar. Kumushlik ana qatirajanga bergan. Yomon emas menimcha. Juli 120-chi, Guli deb deyman buni, PV rapid berilgan. Skoroslari ham normalniy, udar ham normalniy. Vaqtinchalik o'ynatib tursanglar arziydi. Duyeda kartikasi doim zo'r bo'lgan. Ko'ryapsizlar, fintlari ham dahshat. Raketa berib qo'yishibdi nimagadir, jinnicha rapid bersa zo'r bo'lardi. Bu ham vaqtinchalik o'ynatgani arziydi. Lekin olib o'ynatmanglar akalar. Endi ilojinglar yo'q, yangi boshlagan bo'lsanglar olsanglar mayli, lekin qiziqib ovlavermanglar, o'yinchi kerak ekan bitta pozitsiyamga deb. Chunki bu o'zi tushib qoladi ko'pincha, keyin foydasi yo'q o'yinchilarda akalar. Shunaqa, bu yoqda bu narsalar hammasini olib qo'yganmiz. Ertaga Real Madrid o'yinchisini berar ekan. Yo bu narsasini. Shunaqa, boshqa bir nima yo'q. Jurnallar kelmadi, lekin jurnallar kelishi kerak menimcha. Narxlar kerak bo'lsa, makilalar arzonlar, lekin bu yil qimmat chiqibdi. Bu yil makilalarni olib qo'ysanglar menimcha zo'r bo'ladi. Normal narxlarda chiqyapti ko'pincha, mana qaranglar, Kellini, Lam, Filip Lam masalan zo'r. Men masalan makilalar o'rniga Filip Lam olgan bo'lardim. Skoroslari ham hamma yo'q zo'r. Toni Kroosni ko'rmay qoldikmi, nima bo'ldi? Bu yerda chiqmadi shekilli. Tsap, вообще universal o'yinchi 5-5 oyoq, talantlari ham bor buni. Talantlari ham zo'r. Menimcha, как защитник, tiki-taka, кручённый, вообще четкий. Вот mashina sovet qilaman, 30 mingga arziydigan o'yinchi. 24 ming ekan, вообще arzon. Нападающий yo'qlar uchun. Akalar zo'r beryapti imkoniyat olganicha odamlarga. Raulni o'zim ham vaqtinchalik olib qo'ysammikin. Men buni sap qilib o'ynatgan bo'lmasdim. Sapi yo'q bo'lsa ham sap o'ynataveraman, farqi yo'q. Head-to-headda raznica yo'q akalar. Head-to-headda raznica yo'q. Lekin bu yil qimmatroq ekan, kartochkasi menimcha zo'r bo'ladi. Buni albatta testlarini ko'rib, keyin yaxshi bo'lsa olaman men. Menimcha arziydigan kartochka. Makilalar ham lekin yomon emas. Narxlar takoy arzongina yaxshi. Boshqa o'yinchi yo'q menimcha, boshqa normalniy bo'ldi. Hammani ko'rdik shekilli. Kim olishlarini aytdim. Boshqa narsa chiqmagan. Liga nima bo'lyapti? Ligani chat ochib qo'ydik ligaga akalar. Bu yerga ham nima qilamiz? Chatini hozir ligani chatini o'zimizni Telegram kanalimizni описаниеga zakrbit qilib qo'yaman. Qo'shilib olasizlar. Ligadagilar qo'shilib olinglar, shu chat orqali o'ynaysizlar, yozishib o'ynaydiganlar, chiqaradiganlar yozib aytadi, men chiqarib yuboryapman deb. Keyin menga aytmaysizlar, chiqarib yuboryapsiz deb. Shu ligani chatini ochib qo'ydik. Yana nima qilmoqchi edik? Bu chiqibdi. Buni ko'ringlar. Indoneziya, Afrikan, Asian Cup ya'ni. Buni ham ismi chiqib qolmasin. O'yinchilar berilar ekan. Bizga yaxshida bunaqa tekinga berilgan o'yinchilar bo'lsa akalar, по-любому, bitta по-моему baqamiz. Qachon ochiladi? Bu yaqinda ochiladi, hali ochilmabdi-yu bu. Bu просто nima ekan? Bularda o'ynaymiz ekan. Jetonlar yana. Jetonlar zo'r, mana 16-o'yinchi, 16-17-chi shularni olib olib turib, bu yerda bizga
Bitta o'yinchilar bor ekan, 19-o'yinchilar. To'g'risi, neaktual o'yinchilar, lekin vaqtinchalik o'ynatib turgani yangi boshlaganlar uchun juda ham menimcha zo'r imkoniyatlar. Bitta o'yinchi kerak ularga 16-chi. Dahshat, masalan 16-chi o'yinchiga almashtirib turib, ularni jetonga tiqib yuborsak bo'ladi. Nechta 16-chi o'yinchi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Hammasini olgan imkoniyat bor shekilli. Hammasiniki bitta mabmeni. Qani bunisini ko'raylikchi. Bitta mabmeni bittadan ekan, qaranglar. Zo'r. Hammasi zo'r menimcha. Tak, ha. Короче, bu shu kartalarni kichikroqini olib turib, keyin bu yerda obmen qilib olamiz ekan. Har bir 19-kartochka necha pul bo'ladi? Nechta jeton? 19lar necha hozir akalar? Tak. 19lar hozir 19-chi bizda kim bor? Adashmasam hozir 3,5 ming bo'lyapti, 20. Bu qanchaki? 1,5 ming bo'lsa kerak, по-моему. 1,5 ming bo'lganda ham normalda 4-5 ta o'yinchi. Yaxshi tekinga, misol. Buni ham o'ynab qo'yinglar albatta. Juda ham zo'r. Tekinga narsalar ko'p beryapti oxirgi paytlarda, ahamiyat bergan bo'lsanglar. Qaraydi oldinlari shunaqa bo'lganda. Mana ranglarni yomon bergan u. 2 milliard pul qilib qo'ydim. Kecha kuni Renekdan nimani sotib oldim? Rhys James. Bugun ham yangi o'yinchilar bo'lsa sotib olish kerak. Qani? Poisk. Shu yerda ham bilasizlarmi nima qilishdi? Bunday qilasizlar. 118 lar tanlaysizlar minimum. Yana 118 tanlaysizlar. O'tib qo'yaymi sizlarga. Qaraysizlar, arzonroq o'yinchilarni. Masalan, 800 ming shunaqa o'yinchilar topasizlar. Bu yerda milliardlar chiqyapti. Bu sizlarga sutini ko'rsataman. Masalan, arzonroq o'yinchi topasizlar, qaraysizlar. Yıldızda, например, приобрести. Qaraysizlar mana продажalarini. Bu yerda qizilda chiqib qoladi, sotib oladigan yo'llar. Shu sotib olmoqchi bo'lganlarga masalan, обычный rangda olasizlarda, masalan, bu yoqda o'ng tarafda shu yerda qizil chiqib qoladi, sotib olamiz deganlar. Qaranglar, masalan, prokachka bo'lganlari bunisi arzon ekan, biragilar qimmat bo'ladi. Shu qimmatini sotasizlar, короче. Prokachka berib turib qimmatroq sotasizlar. Kecha kuni 500 million foyda ko'rganman. Hozir chiqmayapti o'yinchilar. Arzon o'yinchilar. Stoyimni ko'raylik. Ha, mana kecha mana Rhys James oldim. Bugun prodaja bormi, yo'qmi? Qani ko'ramiz hozir. Mana qaranglar, bugun sotib olamiz deganlar mana shu qizillar. Mana hozir masalan men 400 millionga sotib olib turib, prokachka berib turib full 800 mingga sotsam bo'lar. 900 mingga sotsam bo'lar ekan. Ha yo'q, bo'lmar ekan, 900 mingda olaman degan yo'q ekan, lekin 800 mingda bor ekan ikkita odam. Mana 800 millionga. 400 million foyda. Shunaqa qilib biznes qilsanglar bo'ladi akalar. Yangi chiqqan o'yinchilardan. Qani buniki? Mana buni ham 500, buniki uncha foydali emas ekan. 400 million, 500 million foydalilarda olish kerak. Buniki. Buni sotib olaman degan yo'q ekan. Shu qizil sotib olaman deganlar. Shunaqa qaraysizlar akalar. Ayniqsa mana yangi chiqqan o'yinchilarni ko'pincha qarash kerak обязательно. Mana qani? Yo'q. Bunga qarasanglar bilinadi, shu yerda ham sotayotganlar ko'p. Mana shuni ko'raylik qani. Kimlar bo'lyapti? Yo'q. Yo'q ham. Shunaqa izlanib, bu yerda ham pul qilsanglar bo'ladi va sotib olish yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa gap, ozgina короче draft bor, ko'p emas bu safar. Men tanad qilganim ham yo'q. Jelani ham yo'q unchalik. Hozir ko'ryapsizlar, borini yutyapmiz. Nima ekan bunavi? Ha, ichida 12 dan 18 gacha bo'lgan anaqalar arzongina. Yaxshi, buni ham vaqt kopeykaga ochsa bo'ladi. Keyin olarman buni ham. Men uchun kerak bo'lib qoladi menimcha. Shunaqa akalar, biror narsalar kerak bo'lsa, обязательно aytinglar. Любой narsani olib beraman. Bitta aksiyalar menda почти qolmagan. Yo'lni abonement belgilanmagan. Biror narsa sistem chiqqan bo'lsa aytib qo'yasizlar. Menimcha hamma yoqda aytdim. Tak, resurslar. Vaqtim ham bo'lib qolibdi meni. Istoriyanas resurs. Shat nima qilib qo'yaylik sizlar bilan? Open pack qilib qo'yaylik. Zona qilyapti. Open pack qilib qo'yaylik, keyin men ishni boshlay akalar. Menga hozir qiziq bo'lgani Real Madrid o'yinchilarimi yoki Real Madrid o'yinchilarida
Juli pulilar kerak emas. 7 bor ekan. 7 bittalar ochaylik-da. 10 tani bitta uraylik. Qani bismillah. Ketdi. Baribir anaqani ham ko'tarishim kerak. Pastorkalar tushyapti shekilli, ko'tarilmayapti-yu. Walkout ham yo'q даже. Так, давай bundan ko'ramiz. Yo'q. Men bilaman prokachka bo'lmayaptimi? Boshda aytishuvdi. Nima bo'lmaydi deb. Pizarro, Kimmich. Bitta. Bir marta ham даже men bilaman prokachka bo'lmadi. Subhanalloh. Короче, 10 tani bosib boraman, nima bo'lsa bo'ldi. Bismillah. Вообще prokachka bo'lmadi-yu. Men bilaman ошибка emasmi-ku? Правильно защита. Akalar, g'alati emasmi? Bular hammasi повторкami hozir shuni? Nimaga men bilaman prokachka bo'lmadi? Men bilaman umuman prokachka bo'lmadi aka. Hamma berdilar. Hammasi shunda nima tushdim? Повторка tushdim menga hozir. Nичего не понял, если честно. Men bilaman prokachka bo'lmadi. Shunchalik hamma o'yinchilar bormidi menda уже. Qaranglar. 119 lar qolgan. 5-o'yinchi bor, mana Bavariya o'yinchilari bor. Real kam o'yinchi qo'shilibdi-da akalar, kam. PSJ'larda ochish kerak ekan, qaranglar, bular повторка bo'lib qoldi shekilli. Mo'lar hammasi chiqib bo'lgan ekan уже. Shunaqa ko'pincha повторка bo'lib qolibdi. Bular bunaqada ham bilaman prokachka bo'lmaydi-yu, вообще. Вообще hech narsa bitta walkout tushdim. Dahshat, просто dahshat. Nima deymiz endi, iloji yo'q. Пока. Kerak emas bular ham. 17 2800 achinarli holat. Mayli, nima deymiz? Nima ham deymiz? Aka shu ekan. Mayli akalar, men ham ishga tayyorlanay. Yana hozir video davom bo'ladi. Xet-xet zo'r matchlar qilganman, shularni ham qo'shib qo'yaman. Birga ko'rib orasizlar, bosib orasizlar, o'ynaysizlar. Ko'rib orasizlar, kommentariy yozib orasizlar. Mayli, hamma yaxshi kayfiyat. Sizlarda qanaqa nima tushganini yozib oringlar albatta. Akalar, Tatanako finalda yutdi, ko'rdinglar. Shu Tatanakoni taktikasini qo'llayapmiz. Mana shu taktikada o'ynadi finalda. Krisaga o'xshab o'ynadi, lekin bitta gol urib turib yotib oldi. Raqibi shu taktikada edi, Kakras o'xshash ekan. Tatanakoni taktikasini bir sinaymiz. Men bunda o'ynamaganman, to'g'risini aytaman. Cristiano Ronaldo. Accountini ko'ryapsizlar, bolakay. Avanza con el balón controlado. ¡Ah, que lo mete! La jugada muere a manos de la defensa. Mbappé. Bizga o'tirmaymiz. Biz boramiz, tepamiz, gol uramiz. Tamam. Tatanako, Bigimoto, Moto. Cristiano Ronaldo. Rahmat. Yaxshi bizimiz. Mana bitta ketdik. Figuras, voh, Black Company Horami Plus. Boshqasi ololmasdi lekin. Eski Mbappe bo'lganda ham ololmadi lekin. Cristiano Ronaldo. Iniesta. To'g'risini aytsam, bu raqib o'ynayotgan taktikada men hech o'yna olmadim. Menga uncha yoqmadi. Tras tanto toque, corta ese pase. Shoshmaymiz, nervni chiqmasdan. Sanjarbek Mbappé. sal qotyapti-da. Cristiano Ronaldo. Kech движение qilib Corta el qo'ydi. pase. Hop, Sanjarbek. Marcos Llorente, Sanjarbek. Sneijder. Rice. Hadji. Dembuzi. Bapesh. Dembuzi. Intenta acercarse al área
Pas bersam fit qilardi. Qo'lim deb ketdi shekilli. Robo Sanjarbek. de balón, recupera la Riz. posición. Yaxshi. Ah. Haygi janoblar, Dembuziga kalla bilan tiqish kerak. O'xshamadi. Dembuzi emas ekan, nima ekan? Bappesh ekan. Ashaddan Bappesh. Pas tepish kerak. Voy bilan o'xshamadi. Yana Dembuzi o'gan tepadi. Tak. Hangi beramiz? Pas o'xshamadi. Defensiva de Bandai que despeja el balón. Llorente. To'smasang Solo bo'lmaydi. añaden un minuto. Cavani y el gol. Rahmat. Con Mandral esto bo'lmas llegamos kerak al aksincha. intermedio aquí y solo quedan Tak, 45 ikkinchi taym. minutos más por Nico Williams, Diaz va Tsopnik Chalxantoy. Chalxantoy. Ambos equipos saltan ya al terreno de juego para los últimos 45 Sí. minutos. Sanjarbek to'samiz. Dembuzi, Rijkaard, Sanjarbek, Dembuzi. Kompany, Ikkinchini yoqamiz, o'chiramiz. Dembélé, Mana Marcos Zashdan Llorente. oldi ikkinchini qachon yoqmaylar, red yoqinglar. Sneijder, Sanjar, sen hammadan tezsan. Sen hammadan tez yugurasan. Senga farqi yo'q, men bilaman ukan. Kallaga berasan, o'xshamadi. aborta el ataque rival justo a O'zim tep tiempo. o'rmab kirib. Sanjarbek charchab qoldi to'g'risi. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Yaxshi. Exhibe su Más fortaleza bastante. defensiva. Haygi janoblar. Sneijder, Messi. Messi. Aylantiramiz. Madre mía, Hey. Lionel Messi. ¡Lazo! ¡Golazo desde su casa! ¡Menudo zapatazo! Tak, yaxshi gollar. Yomon Y emas. ponen distancia de por medio, 2-0. Buyog'i o'sha moto-motoga o'xshab Pelota kontrol para qilib qo'ysak ham Roncoli. bo'laveradi, sekin shoshmasdan. Pase a Dembélé. Qali. Dembélé sube la pelota. Qachi. Wesley Sneijder. Entramos ya en la recta final del encuentro. Últimos 15 minutos de partido. Bizlarcha qimmat o'yinchilarni olish olgan. To'p yo'q. Marcos Sekin Llorente. shoshma. Hop. Hop. La juega Mbappé. Çalhanoğlu. Deb qo'ysam onasini. Dembélé. Ikkinchini yoqamiz. Buen balón para Kvaratskhelia. Iniesta. O'chiramiz. Cristiano la dirige. Cristiano Pinaldo. Tiene apoyos a su alrededor. Pero recupera el balón y ahora es turno de armar un ataque. Adashdik. Termina el partido. Alegría Vale. en las filas del Becerra. Liverpool después de una trabajada visión. Chica. Pues ya pueden respirar todos en el estadio. Cuerpo técnico, plantilla, afición, han demostrado ser superiores. Ketdi bechara. Shunaqa bo'ladi. Moto taktikasi ham yomon emas ekan, lekin. Nima edi? Totenstein. Tatanako, Moto, Naruto. 0 udar. Молодец. Ertagalik обновлениеgacha sizlarga bir video qilib qo'yay deyapman-da. Endi men ko'proq head o'ynayapman, boshqagina o'ynagim kelmayapti. Yaxshi ketyapmiz. Bitta поражение bor, ikkita nichiya bor. Mana nichiyada ham bola chaqam qichuv qilib, yutyak yerimda ikkita gol urib oldi. 84 ekan. Vahshiy o'ynamayapti. 5 ta zashta bilan qaranglar. Buni qaranglar. Mashinaman, bunda ham mana Kompany bor, Ronaldo bor. Yutakkan yerimdan ikkita gol urib oldi. Bola chaqam qichuv bilan hozir ham mana yig'layapti, eshitgan bo'lsanglar. Buniki 40 taga chiqqan ekan, yana qayta 39 ga tushib qoldi bechara. Bunda ham ko'ryapsizlar, Ronaldo bor, Iniesta bor, Kompany bor. Qoyillik. Ular soqqani tiqishadi. 100 ming rubl kirib ketgan. Почти $1000. Bizda endi shu 40-30 ta draft ochib to'plagan akkauntimiz. Snyderban Hagidi zo'r mos kelar ekan mana shu taktikaga, qaranglar. Yoqqa ko'rib, mana shu yerda Snyder yaxshi o'lyapti. Juda haligi ham tez, ham kontrataka qochib ketgani yaxshi ekan.
Bu shunday pasni beradi bo'ldi. Lekin birinchi taymga bunday qilsa ham bo'lar ekan. Buni tushirtirib bu bilan pas berib turgani. Bu yoqqa. Ikkinchi taymda Zashitaga yo'qkan. Просто men Zashitada o'ynayapman. Rais baribir Zashitada zo'r. Yomon emas. Tak, qani. Mana shu hozir oxirgi 5 ta o'yinda shu bitta necha 4 ta g'alaba bo'lsa, hammasi shu Totonako'ni taktikasi bilan o'ynadim. Ну, prova qilib kerak dedim. Yana bitta taktikasi bor, haligi 4-2-3-1 degan. Yo'q, adashdim. 4-2-1-3 deganlar bo'ladi bu. U ham yaxshi taktika, u bilan o'ynaganman lekin. U bilan ham ko'p o'ynadi finalgacha, lekin final imенно shu taktika bilan o'ynadi. Ну, вообще Selom men Tatanako'ni, ya'ni bu chempionat bo'lmasdan oldin ko'rardim o'yinlarini. Men bilmaganman bu chempionatlarga chiqishini bolani. Profi igrok deb yozganimda shu chiqqan, o bir 2 oy oldin ko'rishni boshlaganman streamlarini. Yaxshi o'ynardi. Shu 4-2-2 da ko'p o'ynaydi. Ali 4-4-2 da, udержанияda va 4-2-2 da ko'p o'ynaydi. Hozir bunga o'tibdi. O 50 talik tushdi. Qani buni ko'ramiz. Ko'ramiz buni. Mana shu taktikada ham ko'p o'ynaydi. Tatanako yaxshi. Opasniy taktika, yomon tez ketib qoladi. Bola chaqam ko'chaga chiqatuvdi. Hali ham eshitdi deb Qanala bu ayol zoti 40 minut ko'chaga chiqatdi shanolar. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un Yomon, partidazo. internet yaxshi bo'lar ekan, sraz bilinyapti. To'pni berishni ko'ryapsizlar. Spet qilmayapti men o'yinchilarim. Qacha, chiqar. Shunaqa qochamiz, sen aytib, yura olasizlar. Hosanov qoch yo'ldan. Bapesh kelyapti. Bapesh aylantiramiz. Vojalloh, Buffon, yomon ko'rdim shu Buffonni. Ko'pchilik aytadi Buffon uncha emas ekan deydi. Vers ataka bilan sudut qilmaylar. Xetu Buffon dahshat ekan. Xetu Buffon. Просто dahshat ekan. Ko'z tegdi. Buffonga ko'z tegdi. No, ancha kasb, lekin Mbappéni topini ushlash qiyin. Bilasizlar. Hech kim ko'p pas beradi. No, o'zining taktikasini yaxshi biladigan o'yinchi ekanda. Ko'ryapsizlar. Yaxshi. Молодец. Zlatandan olqishlar bo'lsin senga. Hop. Chiqdik. O'zi nima qilishini bilmay qoldi bechora. Reklama, shunaqa reklama bolalar tutdilar. Ekan, nima qilardi biz? Ko'rib. Qaraylar, meniki sal to'plar oyoqlardan chiqib ketyapti-da. Oy, omad kelmadi Brachkani. Brachkani omad kelmadi. Hazlashmiz. Qaraylar, oyoqlardan to'plar chiqib ketyapti men o'yinchilarim. Молодец. Senga qoyillar bo'lsin. O'yin chiqaramiz, uni tushiramiz. Hagi damalsin. No, yana bittalik Doku Iplos. Jamon tezlik. El Liverpool sale al descanso con ventaja, pero debe estar alerta porque cualquier error puede mandarlo todo al traste. Hacham shuni otib turinglar, o'xshab qoladi. El esférico es para Michael Essien. Yaxshi. Teklan. O'n qaranglar, turibdi Messi. Internetdan akalar. Internetdan. George Hashi. Tepamiz. Dembuzima hazlashmaylar. Bu qadarki emas. O'sha yerda elastika qildim, shuning uchun to'p qo'ydi. Elastika qildim, Dembele to'p qo'ydi. Azar. Azar. Ataca y tiene apoyo. Azar. Azar unaqa menga nimalarini qilma. Al menos ese rebote le da un córner. Kimga qilsang. Kurtvanchi deyapti, ko'rdinglar? Zaminlarni qaranglar. Pas. Esa jugada
Hech kim yo'q ekan. Va bile. Mbappe turibdimikin debdim. Rahmat. Yaxshiligingni unutmayman. Mbappé. Dias. Ketding bratishka Snyder. Sube con la Mira, pelota la mano, controlada. O'shamoq. Mucho cuidado con Chalabani. Ana senga gol, uka. Golni tomosha qilaylik, uka. ¿Pero dónde va, por favor? Professionallar shunaqa o'ynaydi, uka. Potencia, qué bonito. Kurtuva yordam bera olmaydi shunaqa bizga qarshi. Tichkaqchi ketib qo'shina. Chort, o'ynasang erkakka o'xshab dakansi bitta gol urib shunaqa ko'rsat menga ham. Chort ashina. Ki bular ko'ryapsizlar akalar, chidolmaydi shunaqa. Mayli. Snyderni o'ynatamiz, maza qilib. Con este gol ya tienen 3 de ventaja. Shit, Dominio bolas, bolas. absoluto. Nico Williams. Se detiene el juego para señalar esa falta. Doku. Doku puede chutar. Snyder ketdi bratishka. Vamos, que nos vamos. Entramos en los últimos 10 minutos. Snyder dudorni ko'ramizmi akalar? Na, Esa parada suka. de Courtois ha sido puro caviar. Mana qilsalar ham zo'r bo'ladi akalar, qaranglar. Uni berasizlar. Обратga pas. O'xshamadi. Короче, pas berasizlar, tepasizlar, sразу tepish tezish kerak. Ko'pincha gol bo'ladi. Le gana el balón en el momento justo. Snyder qani Snyder? Marco Curella. Snyder yo'qotib qo'ydim. Mayli, Shahxon No o'g'lim les ketib dejan ko'ramiz. ni respirar. La, y acaban suka. ¡Qué buena estirada ha hecho! Yana bitta proba qilib ko'ramiz. Pas. Tepamiz. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar? Nima dedim men? Qarang. Hop, Esto empieza a ser pas, humillante. udor. Gol. El gol está muy bien, pero a mí me impresiona más cómo se han coordinado para presionar y robar a sus rivales. Ya está, suena el pitido final. Bu sezon Victoria chutcha del uncha Liverpool, o'ynagim alegría kelmayapti. de los Lekin hinchas iloji yo'q, reds. ya'ni 2 hafta sezon o'tadi, iloji Han o'ynash demostrado kerak tener tufayt. mucha pólvora en este encuentro, no han querido Ikkita darle match tortib oportunidades qo'ydim a sus sizlarga. rivales y así lo refleja el marcador. Analiz qilib, Tatanaka o'di taktikasini ham o'ynab ko'raylik. Yomon emas ekan masalan. Ish ular qilibdi, bu yaxshi o'yinchi ekan-da. 60 ta chiqibdi. Bu yomon ketmayapti-da masalan. Mana shu 5 ta o'yin, 6 ta o'yin. 6 ta o'yin Tatanaka taktikasi bilan bo'ldi. Lekin buni 79 talik ekan. Bundan ko'p, lekin buni akkaunti slab ekan, to'g'risini aytsam. Ko'p o'yinchilar kumushlik. Shunga qaramay qaranglar, ko'pchilik aytadi. Aka, meni ham akkauntim zo'r bo'lganda men ham qattiq o'ynardim deydi. Yo'q, akkaunt emas gap akalar. Mana ko'ryapsizlar. Akkaunti zo'r emas. Odam o'ynayapti, prosta o'ynashni biladi. Undan oldingini ko'rdinglar akkauntini. Mana. Zo'r akkaunt kerakmi? Mana zo'r akkaunt. O'yna olmaydi odam. To'pni Ronaldo'da Dembele'dan qo'ysa yaxshi undan ko'ra. Bundan oldingisi masalan. Buni ham akkaunti mana 84 yulduzlik. Buni ham sal qoldi. Shu omad kelib qoldi, bor-ku. Omad kelib qoldi. Shunaqa akalar. Video zapis bo'lyaptimi ish qilib? Ha, bo'lyapti ekan. Shunaqa 60 ta bo'lib qopti уже. 100 taga harakat qilaymi, qilmaymi bilmayman. To'g'risi yirib ketyapman. Unchalik bir qiziqarli emas bu sezon. Kim bo'lib meni zashitam men xohlaganda qilmas, akkaunt, ya'ni men xohlaganda qilmas o'yinchilarimchi. Shuning uchun o'ylam kelmayapti. Mana men yerga Van Dijkni tushib qolsa, Van Dijkni olsam, mana yerga Bale'ni olsam, voh, zo'r bo'lardi. Endi Kakaga pulimiz yo'q bizni. Mokraga Lambi yo bitta ham shunaqa o'yinchi kerak bo'lyapti. Mo yaxshi o'ynayapti-yu, prosta over ko'tarish uchun bitta o'yinchi olishim kerak. Almashtiradigan bo'lsam overim ko'tariladi. Shuni bitta 22 ga almashtirsam overim ko'tariladi. 21 ga almashtirsam bilmadim. Ko'tarildim, ko'tarilmadim, qarab ko'rganim yo'q endisdan. Ko'tarilishi ham mumkin. Ko'tarilmasa yana Dembele'dan almashtirsa keyin to'shni ko'tariladi. Shunaqa ikkita 121 yo bitta 122 kerak menimcha.
Shunaqa gaplar akalar. Ertaga обновление ertaga keladi. Jurnallar ham kelar ekan. Короче, jurnallar tуда-shuda. Ertaga mana shu videoga ulaveraman. Ozgina draft yiqqanman, bunaqa soqqa yo'q. Soqqa solmasalar draft yig'ish ham qiyin. 9 ta ekan, bir 15 tacha bo'lib qolsa kerak. Ochib yuboramiz. Hajom emas. Omadimiz kelib qolsa ko'ramiz. Mayli akalar. Ertagacha xudo xolasa.